Samolyotda yo'lovchi sifatida uchgan paytingiz hech o'ylab ko'rganmisiz? Sizlarga xizmat ko'rsatgan bort kuzatuvchilarni o'zi nima bilan ovqatlanishar ekan? Keling, bugun sizni o'zim bilan reysga olib ketib, kun davomida nima bilan ovqatlanganimni ko'rsatib beraman. Hech bir ish kunim kofesiz o'tmaydi. Chunki bunaqa ish jadvali bilan zombiga aylanib qolish ham mumkin. Ertalab mehmonxonada hali nonushta ochilmasdan chiqib ketdik. Birinchi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib, nonushtam ertalabki soat 10 da bo'ldi. Odatda ekipaj ovqati ekonom klassda beriladigan bilan bir xil bo'ladi, lekin ba'zida biznes klassda yo'lovchi sonidan ko'proq qo'shimcha pitaniya ortishadi. Masalan, men bugun shunaqa biznes klassda beriladigan sirniki bilan nonushta qilib oldim. Samolyotda ayniqsa uzoq reyslarda ko'p suv ichish juda ham muhim. 9 soatlik parvoz davomida 3 litrgacha suv ichishga harakat qilaman. Boshqa hamkasblarnikidan farq qilishi uchun baklashkamga shunaqa o'zimga o'xshatib sharf taqib qo'yaman. Soat 2:30larga yaqin shunaqa quruq mevalar bilan kofe ichib oldim. Soat 4larda esa 2 xil salat bilan tomat sousidagi tovuq go'shtini yedim. Xullas, hozir aviakompaniyamiz Ozarbayjon bilan hamkorlik qilayotganidan juda ham xursandman. Chunki reysda barcha taomlari mazali va to'yimli. Bort kuzatuvchilar hayotidan yana qanday videolar ko'rishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.